Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kun egasi Lazizaxon opamiz bilan bog'landikmi? Ha, Opajonim, yaxshimisiz? Sog'-u rahmat. salomatmisiz? Rahmat, kattakon. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, yaxshi Salomat bo'ling, albatta. opajonim. Sizni ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Rahmat. Avvalambor, bugungi ajoyib kun, Rasulimizga chin ummat bo'lgan, shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan samimiy muborakbod etamiz, opajonim. Rahmat, kattakon. Salomat bo'ling, qarshi olgan yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin deb qolamiz. Unutilmas, go'zal ayyomingiz munosabatiyle bizning qo'ng'iroq loyihamizga yaqinlaringiz ishtirok etib, o'zlarining judayam chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarni yo'llab qolishgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ushbu samimiy insonlar sizni juda ham yaxshi ko'rib, boringizga shukurlar deya ta'rif bergan mehribonlaringiz orasidan aynan qay birlari bo'lishlari mumkin? Onam? Albatta, opajonim, albatta, taxminlarda aslo adashmadingiz. Bizning tug'ilgan kun tabriklari loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini takror va takror aytib o'tgan mehriboningiz, jannatingiz bo'lgan onajoningiz Umidaxon opa tomonidan yetib kelgan ekan. Xursandmisiz, opajonim? Ha, xursandman. Minnatdormiz va yana shu o'rinda otajoningiz ham, buvijoningiz ham, farzandlaringiz ham sizga samimiy tilaklar yo'llab qolishgan ekan. Ha, rahmat. Salomat bo'ling, opajonim. Endi ijozat bersangiz, onajoningiz tomonidan yetib kelgan samimiy dilnomalarni siz tomon o'qib eshittirsam maylimi? Ha, mayli. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bugun mening hayotimdagi eng muqaddas, eng unutilmas kun. Sening tug'ilgan kuning, jonim qizim. Sen dunyoga kelgan o'sha lahzadan boshlab yuragimda yangi bir olam paydo bo'lgan. Sen bilan kulishni, sen bilan yig'lashni, sen bilan yashashni o'rgandim. Har bir qadamimda, har bir nafasimda sening borliging menga kuch, menga baxt beradi. Sen mening hayotimning ma'nosi, qalbimning eng nozik va eng qadrli bo'lagisan. Ba'zida so'zlar yetmaydi seni qanchalik yaxshi ko'rishimni ifodalashga. Chunki bu mehr oddiy so'zlarga sig'maydi. Sen mening duolarimda yashaysan, yuragimda yashaysan. Har bir orzuyimda yashaysan. Sen kulganingda dunyo men uchun yanada chiroyliroq bo'lib ketadi. Senga shunday hayot tilaymanki, unda faqat ko'z yoshlaring quvonchdan bo'lsin. Yuraging esa hech qachon og'rimagan bo'lsin. Har bir orzuying Allohning izni bilan ro'yobga chiqsin. Sen esa har doim baxtli, omadli va sevimli bo'lib yur. Bilgin, jon qizim, men doimo sening yoningdaman. Har qanday vaziyatda, har qanday yo'lda seni hech qachon yolg'iz qoldirmayman. Chunki sen mening yuragimsan. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, mening eng katta baxtim, mening jon qizim. Alloh bergan mo'jizamsan, nurli yuzim. Senga boqsam, quvonchlarga to'la ko'zim. Boqishlaring, qaysarliging xuddi o'zim, Robbim menga bergan omonatim, jonim qizim. Qizalog'im, bunchalar ham beg'uborsan. Alloh bergan jannatdagi hur g'ulomsan. Ming bor shukr baxtimizga o'zing borsan. Jannatlarga yo'lak bo'lgan jonim qizim deya mana shunday chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarga onajoningiz yakun yasagan ekanlar. Rahmat, kattakon.
Salomat bo'ling opajonim. Sizning ham onajoningizga, buvijoningizga, dadajoningizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz, samimiy tilaklaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab qolishingiz mumkin. Hozir nima deyishni bilmay qoldim. Mana ularni yaxshi ko'raman. Rahmat kattakon. Borligiga shukur otammi, onammi. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin opajonim. Salomat bo'ling. Hamisha mana shunday mehr oqibatlaringizga aslo ko'zu nazarlar tegmasin. Shirin Ilohim tashvishlaru baxtli lahzalar hech qachon tark etmasin. Yaqinlar, oila a'zolari uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab turganingiz uchun tashakkur. Xayr, Rahmat. sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatlarda davom ettiring opajonim. Rahmat kattakon. Omon bo'ling.